Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. O'tgan safar seximizda nov ishlar qilinayotgan aytib danıştırib o'tdik. Endi bugun ustalarimiz yurtdi, batafsil borib ish jarayonlarini ko'rsatib, qilinib turgan ishlar bilan bir qator danışib o'tamiz. Bu yon tarafda suvoq ishlariga ketib turibdi aklay. Bu yerni o'tgan safar yollarda soli shipiri bo'lmab edi, ustlari bosilmab edi. Fermalarimiz o'tib, shipirlarni aytdik. Suvoqchilar ishlarini bir qator ko'rib chiqamiz, ketdik. Yerda silikat keriften salıngan, ustalardan sorasak, eklay makul dediler. Paksa joyina bo'lsa, chayalay qilish kerak edi dedi. Shuning uchun bir qator cho'rni eklayni sepib, ustidan tekizlab qo'shayotib, datilkani urtiyatdilar. Eklayni kvadratına keladigan bo'lsak, bir kvadrati 18 ming so'mdan 30 ming so'mdan ekan. Aytiladigan menetini qarab, keyin bu ustidan malako uriladimi yo'qmi, shunga qarab narx o'zgarar ekan. Şimdi malako bilan yaxshi urib bersalar, o'rtacha bir kvadrati 25 ming so'mdan urib turibdilar. Ustalar nomerlari kerak bo'lsa pastda qoldiramiz, telefon aytaverasizlar. Shipirni ferma tashladik. Bu yerning eni 10 metr, 10 metre 1 2 3 4 5 dana ferma, ikki yon chetan blok bilan ko'tarib, bu yerdan nagruzka tushirganmiz. 7 dana ferma hisobida turibdi. Keyin o'rtasidan 60 santimetrdan 5 ga 5lik rekalarni urib, issi o'tirmaslik uchun shipirni taynab pryamoy shunday narsa chiqibdi. Bu qadimgi kiyizlar o'xshaydi. Shipirning issini pastga o'tirib bermaydi. Buni ham qo'yib berganmiz. Shipirning kvadrati 25 ming so'mdan 40 ming so'mdan ekan. Qilinadigan ishni qarab, buni 30 ming so'mdan qilib berdi ustalarimiz, yanglishmasam. Ish holatiga kelincha bir kvadratdan 30 ming so'm pul ketdi. Listni bo'lsa 0.37 lik qalinlikda oldik. Uni kvadratini 57 ming so'mdan 57 ming so'mdan oldik menimcha. Teyinda tashab qo'ygan kiyizimiz to'pi 500 ming so'mdan tushar ekan. Bu yerga 2,5 top, 3 top oldirib edik, ozgina ortiq qoldi. Uni materialdan ko'rsatib o'tamiz. Bu yerni fermalarini shunday mo'ljallashtirganmiz. Patolog atadigan vaqtda, ertangi kuni qizdiradigan vaqtda al qizdirish yo sovutish mo'ljallanmagan, bir sex, ochiq sex bo'lib turadi. Shu vaqtda to'g'ri teydan list tortamiz fermaga. Keyin listning ustidan to'g'ri polistirol lombasini quysak, ham patolog bo'ladi, ham issiqdan himoya qilingan bo'ladi. Agar ularni ham qilsa, xudo qalsa, uni ham keyingi videolarda qo'yib boramiz qilinish jarayonlarini. Hozir ko'chada bir-ikki bosadan ustalarni ishlatib turibdi. Ularni ham bir qator ish jarayonlarini ko'rsatib, narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Bedina bir-ikki bosish jarayonlari ketib turibdi. 2 kun oldin kelib, o'sha stoykalarini quyib ketganlar, no'la tuzib, qatirib, hozir qatgandan keyin teyni Abi ustamiz nasini tashab, nima deyiladi usta? Brekçi yok. Bu teyindeyi rastorunu taşıp üstünden sement layını sepip şimdi basıp yatılan buramılan tekizlep bu tekizlep bastıktan sonra yine bir 2 gün duradı yani usta. Yine bir 2 gün katınca duradı ki üstünden suyu rastor salıp şirip hop getip tep tekizlep çıkardılar. İşleri zakonlu bank seyhna etip verdiler. Tep tekiz zor olup çıktı. Yine birinden polni kıldırıp durmuz. Bir an taraflardan boladı. Bunun üstü keyin navis bo'ladi. Bu yerga blok o'rib, navis etib, berimiz ham yana bir sex bo'ladi, xudo xolasa. Endi brekchi bosish xizmatlari ham kerak bo'lsa, ustamiz nomerini qoldiramiz. 1 metr kvadrat 80 ming so'mdan bosib berib turibdilar. Bu miramor, siramor hamma narsasi o'zlaridan biza ko'ri sement bilan chaynab berib turibmiz. Hamma xizmatlari ustaning o'zidan. Bu ham changi sexlarimiz, bu ham bir qatayna bosib bo'ldilar, ko'rsatishingiz mumkin. Basıp bitken jarayonu şimdi chiroyli o'tiribdi. İçanda bir an katta shiripovga qilingan ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Bunda shipirdan qolgani shunday svet turdi. Okri svet 0.37 qalinlikda metr kvadrati 57 ming so'mdan. Yani o'zi shiripovga bo'lgani halana yükni ko'taradi, ham tekiz urayında chiqqan, stanoklarni qo'yishga udobniy. Bir hozir sal oqarib turibdi, sababi suv sho'rroq ekan, sho'rachgan. Buni ham yuvib, yetirib beradilar, xudo xolasa. Endi bera moliya harakatchi ustalarni tushiramiz, xudo xolasa. Ularning ham ishlarini qo'yib boramiz. Bir qator moliya harakati, patologlarni taxlab, darvozalarni kraskalab, tez kunda xudo xolasa ishga tushadi seximiz. Bu elde ofisimiz mijozlar uchun remont bo'lib turibdi. Xudo xolasa buzib qaytadan remont etib turibmiz. Yuqori patolog pasagan balandda duklab kiruvchilar fermalarni o'rib turibmiz. Uni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ketdik.
Bu yan tərəfimiz mehmanlar üçün, daha sonra klientlərimiz üçün ofis boladı, aliyandan giriş boladı. Bir də kiçik rakadı bızıb səlgiyə yeytirdik. Keyin patolokan pəs raqagən bələntə örtdürmüz özünü çıxan xam kərişlərindən xam kərişinin örüş baxası bir dənəsini 500 somdan örtbətdirdi ustalarımız. Satılış həmişə 500 somdan çadırca özün kərişlərini işlətdirmiz. Əgər qoşumça alsaq, olanı aytıb baramız. Sağ olun, salamat olun. Like və podcast yavaş qoyuşunu unutmayın.